بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alloh taolo juma kunini hammamizga muborak aylasin. Bu kunning ulug'liklaridan, fayzu futuhlaridan, yaxshiliklaridan Alloh barchalarimizni nasibador aylasin. Bugun juma suhbatimizning mavzusi oilaga mehr va muhabbat payg'ambarlar sunnatidir deb nomlangan. Oila masalasi bugungi kunda jamiyatdagi eng dolzarb masalalar qatorida turadi. Bu hammamizga ma'lum. Afsus. Chunki eng ko'p eshitadigan masalamiz oila to'g'risida. To'ylarga borasiz, oila to'g'risida eshitib kelasiz. Yig'inlarda oila to'g'risida gapiriladi. Kitoblarning ko'pi oila to'g'risida nashr qilindi. Hamma joyda shu masala. Lekin baribir muammo ko'p. Kasallik nimada? Kasallik manmanlikda. O'zim bilaman. O'zim hal qilaman. Menga aralashmalaring degan narsa bu kasallik bo'ladi. Alloh taologa vali bo'lgan zotlar, ulug'lar, yetishganlar huzurlariga biror bir ahli ilmmi, ahli fazlmi ulug'lardan kirib qolsalar, menga nasihat qiling derkanlar. Qarang, nasihatning nima ekanligini ular bilgan. Ulug'larning huzurlariga ulug'lar kirsa, menga nasihat qiling deb so'rar ekanlar. O'zlari yetilib bo'lganlar. Bizga hozir nasihat kerak emas. Hammamiz o'zimiz nasihatgo'y bo'lib qolganmiz. Bir masalani eshitsak, buni o'zim ham bilaman deb qo'yamiz. Oyatda turibdi, mana desangiz o'zim ham bilaman deb qo'yadi. Hadisda kelgan desangiz o'zim ham bilaman deydi. Ilgarigilar Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi deb bir kishi boshlasa, hamma ishini, harakatini to'xtatib Allohning kalomiga quloq solgan. Allohning kalomini vaholanki ular yoddan bilgan. İchlarida Qur'on turibdi, yana bir kishi Qur'ondan o'qisa, hamma harakatini to'xtatib o'sha Qur'onga quloq solgan. Ato bin Abi Rabah bu kishi tobiiylardan, muhaddislardan juda ko'p hadislarni rivoyat qilgan zot. Aytadilar:
bir yosh boladan bir hadis eshitib qolsam, xuddi birinchi marta eshitayotgandek eshitaman. Vaholanki men u hadisni rivoyat qilganimda u bola dunyoda yo'q edi. Muhabbat shu bilan bo'ladi. Ana bu muhabbat bu. Muhabbat bo'lmasa hech narsani topolmaymiz. Hech narsaga erisha olmaymiz. Gapirilgan gap, aytilgan suhbat ta'sirini o'zimizda sezishimiz kerak. His qilishimiz kerak. Har bir eshitayotgan musulmon o'sha suhbatdan o'zining kamchiligini to'g'rilab ketsin. Ana shunda manfaatli suhbat bo'ladi. Shu joyda menda kamchilik bor ekan. Shu joyini to'g'rilashim kerak ekan deb ketsa, nurun ala nur bo'ladi. Ayni domla ham vazifasini qildi. Bir narsa deyish kerak edi, dedi-da. O'zi gapimiz ham shunaqa. Taqsir bir narsa deb bering deb qo'yadilar. Bir suhbat qilib bering demaydilar. Bir narsa deb bering deb qo'yadilar. U bir narsa emas u. U Allohning kalomi. Rasulullohning muborak so'zlari. Bir narsa emas u. Undan gapiradilar. Undan gapirilgandan keyin o'zini tushunchalari chetga surilib qolish kerak. Menda hech narsa yo'q ekanda deyish kerak. Ana shunda bir narsaga erishamiz. Manmanlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bugun o'sha manmanlik bizlarni adoyi tamom qildi. Oilalardagi ajrim masalasi hammani charchatdi. Yosh begunoh go'daklar tirik yetim. U ota yo qariydi borib, yo qarashga vaqti yo'q. Yo ko'radi, yo ko'rmaydi. Bobolar, buvilar sog'inmaydi. Ihson qilamiz. Begonalarga ihson qilamiz. Behisob odam aytamiz. Ko'pchilikni ko'nglini olay deymiz. Borimizni qo'yamiz. Ihsonning joyi oilaga qilingan ihson bo'ladi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah va dinarun anfaqtahu fi fakki raqaba va dinarun anfaqtahu tasaddaqta bihi ala miskin va dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Bir tangani Alloh yo'lida nafaqa qilding. Alloh yo'lida berding. Xudoning rizoligi uchun berding. Bir tangani qul ozod qilish uchun berding. Bir tangani bechora miskinga sadaqa qilding. Bir tangani ahli ayoliga berding. Oilangga berding. Shularning ichida savobi eng ulug'i ahlinga berganingdir dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qarang, ihson qiladigan joylarni aytib kelib Payg'ambarimiz alayhissalom savobi eng ulug'ini oilangga qilgan ihsoningda topasan deyaptilar. Bu ta'limotdan juda yiroqlashib ketdik.
oilada mehr oqibat, rahm shafqat kabi insoniy fazilatlar bo'lmasa qayerda bo'ladi? Qayerda bo'ladi? Qayerdan topamiz uni? Oilada oqibat bo'lmasa qayerda bo'ladi? Oila jamiyatda juda katta maqomga ega. Al-usratu aslul mujtama. Oila jamiyatning asosidir. Jamiyat oilalarning ustiga quriladi. Oila jamiyatda ana shunday maqomga ega. Beparvo bo'lmang. U oila sizning oilangiz. Salahul mujtama fi salahil usra. Jamiyatning salohiyati oilaning salohiyatidadir. Oila solih bo'lsa, jamiyat solih. Sizning oilangiz solih bo'lsa, jamiyat solih. Oila jamiyatdan shunday maqomga ega. Vallohu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi. Alloh taolo xonadonlaringizni sizlar uchun oromgoh qildi. Oilalarimizni, xonadonlarimizni Alloh oromgoh bo'lishini xohladi. Har birimiz o'zimizga savol beraylik. Ana shunday xonadon qura oldimmi, yo'qmi? Xonadonim bugun oromgohmi yoki janjalning uyasimi? Savolni beraylik. Agar oromgoh qura olgan bo'lsangiz, uning foydasini, manfaatini avvalambor o'zingiz va oilangiz ko'radi. Va uning manfaatini butun jamiyat ko'radi. Uning manfaatini butun borliq ko'radi. Musulmonning oilasida janjal bo'lishi mumkin emas. Eng yaqin insonlarning o'rtasida janjal bo'lsa, biz qayerdan tinchlikni topamiz? Xotirjamlik, orom qayerda bo'ladi unda? Hayotida eng yaqin insonlar er-xotin bo'ladi. Er-xotin bitta yostiqqa bosh qo'yadi. Yostiqdosh, umr yo'ldosh. Shular kelisha olmasa kim kelishadi? Shular bir-biriga rahm shafqat qilmasa kim qiladi? Mavzu juda muhim mavzu. Hammamizning dilimizdagi yara. Ana shunday mavzu. To'ylarda eshitib chiqib ketyapmiz, mazza qildik deb. Ta'siri yo'q. Ta'siri yo'q. Ta'siri hayotimizda ko'rinmayapti. Qachon ko'ringan bo'ladi? Bu yilgi ajrimni soni shaharda o'tgan yilgi ajrimni sonidan 50% ga 100% ga kamaydi degan so'zni eshitsak shunda ta'sir qilgan bo'ladi. Shunda ta'sir qilgan bo'ladi.
oilaga mehr muhabbat payg'ambarlar sunnatidir. Bu mavzu bekorga bunday nomlanmadi. Hamma payg'ambarlarning tutgan yo'llari shunday bo'lgan. Mehr muhabbatni avvalambor oilada ko'rsatganlar. Oilada ko'rsatganlar. Ayyub alayhissalom bilasiz, uzoq muddat kasal bo'lib yotib qoldilar. Uzoq muddat. Ayollari sadoqat bilan xizmat qildi. Tashlab ketmadilar. Ular ham inson. Payg'ambarlar inson. Chunki ular insoniyatga hayotni qanday bo'lishini ko'rsatish uchun kelgan. Ular ham inson jinsidan. Oradan bir gap so'z o'tib, Ayyub alayhissalom qasam ichib qo'ydilar. Agar tuzalsam seni 100 ta uraman. Qasam ichib qo'ydilar, qasamni bajarish shart. Agar tuzalsam seni 100 ta uraman. Alloh taolo bir muddat o'tgandan keyin, necha yillar o'tgandan keyin shifo berdi. Endi qasamni bajarish kerak. O'zlari qasam ichib qo'yganlari, lekin qasamni ijro qilishga ayollariga shafqat qilyaptilar. Bu bechora meni shuncha xizmatimni qildi. Men uni 100 ta ursam nima bo'ladi? O'zlari achinyaptilar. Qanday qo'lim boradi buni urishga? Alloh taolo ichingizdagini biladi. Shunda Ayyub alayhissalomga nozil qildi. Yuzta. Somonni cho'piga o'xshaganmi? Yo supurgiga o'xshaganmi? Narsani olib bir tutam qiyinda 100 ta donasini shu bilan bir urib qo'y deb Alloh taolo o'zi yo'l ko'rsatdi. Payg'ambariga. Supurgini deb urib qo'ysa bir joy og'riydimi? Og'rimaydi. Qasamni ham bajargan bo'lyaptilar. Ayollarga shafqat qilyaptilar. Hamma payg'ambarlar ana shu yo'ldan yurdilar. Payg'ambarlar komil insonlardir. Ulardan gunoh sodir bo'lmagan. Kim shu yo'ldan yursa, komil insonlarning yo'lini tutgan bo'ladi. Er ayoliga shafqatli bo'lsin, ayoli eriga shafqatli bo'lsin. O'zi oila shuning ustiga bino bo'ladi. Mehr oqibat, rahm shafqat, muhabbatning ustiga quriladigan narsa. Oilada er xotin bir-birini ko'ra olmasligi, yomon ko'rishi, nafratlanishi, haqorat qilishi, zulm qilishi mutlaqo mumkin emas. Oilada zulmga o'rin yo'q. Zulm nima? Zulm nohaqlik degan. Nohaqlikka o'rin yo'q oilada. Go'daklar tirik yetim bo'lishi zulm bu. O'shalar tirik yetim bo'lishiga sababchi bo'lish ham zulm. O'tib ketarmiz bu dunyodan. Hisobot bermay. Lekin oxiratda har bitta harakatimiz behisob qolmaydi. Behisob qolmaydi.
Sulton Sulaymon degan odam o'tgan. Turk sultonlaridan. Qimmatbaho judayam bir chiroyli daraxtlar bo'lgan ekan bog'larida. Haliki daraxtlarni chumoli bosdi. Chumoli bosgandan keyin uni quritadi-da. O'sha zamon Shayxul Islom bo'lib turgan Abu Said rahimahullohga maktub yozdilar. Og'ochimni qopladi chumoli. Ani qirsak bormi gunohi? Daraxtimni chumoli qopladi. Shuni qirib tashlasak gunohi bo'ladimi? Gunoh bo'ladimi? Shayxul Islom yozibdilar. Erta mahshar ko'rinadi a'moli. Haqqini olur Sulaymondan chumoli. Mahshar kunida hammaning nomai a'moli yoziladi. Ko'rinadi. Nomai a'mol ochiladi. Ana shu kunda chumoli Sulaymondan haqqini oladi dedilar. Bir chumoliga ozor bergan inson o'shandan so'ralinadi. Chumoli haqqini oladi. Bu inson-ku bu. Bu zulm qilinayotgan ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, bu inson-ku bu. U olmaydimi haqqini? Albatta oladi. Biz o'sha kundan qo'rqishimiz kerak. O'sha kundan qo'rqqanligimiz uchun boshqalardan farq qilamiz. O'sha kunga iymon keltirib, o'sha kundan qo'rqqanligimiz uchun mo'min bo'ldik. Zarracha narsa chetda qolmaydi. Zarracha narsa. Shuning uchun oila nohaqlikni, zulmni ko'taradigan joy emas. Mutlaqo mumkin emas. Qolaversa, hamma yaxshilik oiladan chiqadi. Biz oilada o'rganamiz. Yaxshilik nima? Oilada o'rganamiz. Ihson nima? Oilada o'rganamiz. Vatan nima? Oilada o'rganamiz. Vatanning muhabbati qayerdan boshlanadi? Oiladan boshlanadi. Hammasi oiladan. Birovga yaxshilik qilish kerak ekan, yaxshilik qilish kerak ekan. Qayerda o'rganamiz? Oilada o'rganamiz. Oilada dunyoga kelgan farzandlar ota-onalardan o'rganadilar. Ota-onalardan o'rganadilar. Ota-onaning zimmasida ana shunday katta mas'uliyat bor. Bolalarning oldida juda ehtiyot bo'lsinlar. Aytilgan har bitta so'z bir kun javobini beradi. Bolalarimiz bugun ko'chada so'kishib yuribdi. Kimdan o'rgandi? Otasidan o'rgangan. Biz o'rgatganmiz. O'sha narsani bizda eshitmasa birovni so'kmaydi. Bir 1448-yil hijriy sana. Bugun ana shu yangi hijriy sananing Muharram oyining 4-kunidir. Yangi hijriy sana kirib keldi. Muharram oyi. Muharram degan so'z harom qilingan degan.
Nima harom qilingan? Urush, janjal harom qilingan degan. Ikkita qavm bir-biri bilan urushib turgan bo'lsa, birov kelib, Muharram oyi kirdi desa, Qur'onni qilichini shunday tashab, hammasi o'zini iniga kirib ketavergan ekan. Ana shunday johillarga bu ta'sir qilgan. Avvalgi qavm, avvalgi ummatlarda ham bu oylarni hurmati bo'lgan. Alloh urushni harom qilgan, janjalni harom qilgan oy. Urushib turgan qavm shart to'xtatib, hammasi o'zini iniga kirib ketgan. Hozir bo'lmay, to'g'ri kelmaydi hozir. Biz nima uchun buni esladik? Oilalarimizda janjal bo'lmasin. Janjal bo'lib turgan bo'lsa to'xtating. Oyning hurmatini joyiga qo'ying. Janjal bo'lib, keliningiz ketib qolgan bo'lsa, olib keling. Uning vatani endi shu erining vatani bo'ladi. U bechora shu eri deb kelgan. Bolalarning vatani shu adasining, otasining vatani bo'ladi. Olib keling ularni. Muharram oyi. Hijriy sana Muharram oyi, birinchi oy. Bu oy juda ulug' oylardan hisoblanadi. Bu oylarda amallarni, solih amallarni ko'paytirishga hadis shariflarda ko'p targ'ibotlar bor. Bu oylarni ro'zalarni tutishda ko'p fazilatlar bor. Ayniqsa Ashura kunida. Ashura kuni degan ashrdan olingan, ashr degan 10 degan. Muharram oyining 10-kuni degan. 10-kunining ro'zasi to'g'risida targ'ibotlar bor. Bu 10-kunida avvalgi samoviy dinlarda ham ko'p olamshumul o'zgarishlar bo'lgan. Musa alayhissalom aynan ana shu kunda Fir'avnning zulmidan qutulganlar. Nuh alayhissalomning kemalari aynan ana shu kunda Judi tog'ining ustida to'xtab qaror topgan. Ko'p voqealar bo'lgan. Musa alayhissalom va qavmlari o'sha kunni shukrona qilib ro'za tutganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Musoga ergashishlikka biz haqliroqmiz dedilar. Sahobalar o'sha kunda yahudiylar ham ro'za tutar ekan. Bu qanday bo'ladi deb so'raganlarida biz undan keyingi kunda ham bir kun qo'shib tutib qo'yamiz dedilar. Mana bu ta'limot bo'ldi. Ashura kuni Muharram oyining 10-kuni, 11-kuni. Yoki bir kun oldin 9-kuni, 10-kuni. 11-kuni deb 3 kun tutsa ham bo'laveradi. Bu kundagi ro'zalar nafil ro'za, fazilati ulug'. Ana shunday kunlarga sog' salomat yetdik. Yurt tinch, obod, farovon, yanada farovon hayot uchun intilmoqda. Bizi oilamizda muammo chiqib turishi mumkin emas. Shunaqa oldimizga rejalar qo'yilyapti.
shunday niyatlar qilinyapti. Biz o'sha rejalarga hissa qo'shish uchun harakat qilishimiz kerak. Muammo bo'lishimiz kerak emas. Jamiyat tinch, barqaror, oilalarning tinchligi bilan, oilalarning barqarorligi bilan. Mana kecha yaqinda katta anjuman ishini tugatdi. Xalqaro anjuman O'zbekistonda o'tdi. Juda nufuzli anjuman. Kelgan dunyodan kelgan qancha mamlakatlardan kelgan ishbilarmonlar bu yurtning osoyishtaligi, bu yurtning tinchligi, barqarorligini havas bilan tilga olyaptilar. Erishilgan yutuqlarga shu narsa sabab bo'lganligini hammalar aytishyapti. Biz bilamiz uni, hammalar aytishyapti. Biz ham aytamiz. Jamiyatda nima yutuqqa erishilgan bo'lsa, yurtdagi tinchlikning orqasidan erishilgan. Uni saqlash kerak. Uni muhofaza qilish kerak. Bu hammamizning dardimizga aylanishi kerak. Hammamizning vazifamizga aylanishi kerak. Uning muhofazasi oilalarimizni tinchligini muhofazasi bilan boshlanadi. Har kim bu vazifani oilada, o'z oilasidan boshlasin. Alloh taolo eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilishni nasib etsin. Xalqimizning hayotini yanada farovon aylasin. Alloh taolo yurtga barakasini nozil qilsin. Tinchlikni, omonlikni bardavom aylasin. Ba'zi yurtlarda notinchlik bo'lib turgan bo'lsa, o'sha joylarga ham Alloh bu ne'matni nasib etsin. Bu ne'matni qadriga yetishni Alloh bizga nasib etsin. Qadrlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Parvardigor, bilganlarimiz, eshitganlarimizga amal qilishni nasib ayla. Oilalarimizni tinch qilgin. Ahllarini bir-biri bilan ahl aylay. Oilalarimiz risoladagidek jamiyatga mustahkam poydevor bo'ladigan oilalardan bo'lmoqligini Parvardigor o'zing nasib et. U oilalarimizdan kelajakda vataniga xizmat qiladigan, ota-onasi vataniga faxr sharaf bo'ladigan farzandlar yetishib, o'sib chiqmoqligini Parvardigor o'zing nasib et. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Allahumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatulloh.